Bismillah. Allohning izni bilan mana Namangan shahridagi zinapoyamizdan apalkasini tag qismini qilib oldik. Assalomu alaykum qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va bizni kuzatib turganlar. Navbatdagi zinapoyamizni inshaalloh qisqacha video obzor qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Videomiz sizlarga qanaqadir manfaat keltirgan bo'lsa, albatta xursandmiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishib, like bosishni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga o'xshash bitim zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, opisiya telefonlarimiz bilan murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha harakat qilamiz sizlarga to'g'riroq ma'lumot berish uchun. Zinapoyamizni balandligi 15 sm. Eniga 1.20 oyoq qo'yadigan esa 30 sm dan bo'lgan. 30 sm. Bu yerda ozgina g'ish qo'yilgan bo'lgan, bog'ichlarni olib tashladik. Bu yertimizda ozgina qiyshiq joyi bor. Bu yerimiz plashatka dekansi. Zinapoyamiz bez ustoyka bo'ladi, ustoyka qo'yilmaydi. Tepa tomondan ko'rinishi va hozir tag qismini ko'rinishi. Ko'pchilik bizga telefon qilib so'raydi usta, apalovka. Umuman shunaqa zinapoyalarga bizada yog'och bo'lmaydi. Bo'ladi yog'och. Faqat gulli stupenka qo'yadigan ustalardan. Ularda ham tag qismi bo'lmaydi. Oldini gul qismi bo'ladi. Shuning uchun aytib o'tyapmiz kimgadir. Albatta bu ma'lumotimiz qiziqadilar. Bu esa arkanimiz hozir tushuntirganimdek, bu yerda stoyka bo'lmaydi. O'zi ko'tarilib turadi bu yerda. Havoda turadi desa ham bo'ladi. Qani kimga qadar tushunishiga uchun ko'rib turganingizda 10 torli armaturadan qo'yilgan. Pastga tushgan 1.20 cm tushgan, yonga chiqqan esa 1 metr. Bu yerda o'zini fason qilib chiqarilgan, bu yog'iga ham, tepasiga ham, bu yerdan da tushib kelgan, to'rt burchagi bo'ladi, to'rt burchakning ustiga o'rnaganga o'xshab turadi. Zavodda armaturalar inshaalloh albattasi ko'rishini mumkin. Mana shu ko'rinishi. Inshaalloh sizlarga qanaqadir videomiz manfaatli bo'lsa, albatta xursandmiz. Murojaatlaringiz bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Inshaalloh harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha sizlarga to'liqroq, podrobniyroq tushuntirish, ma'lumot berishga, shunga o'xshash bitim zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, usta telefon qilishaversinmi? Xudo xolasa, ishimizga besh kechmas u. Chiroyli qilib, albatta sifatli qilib, o'yiga pul berganda ham yurada gap yo'q usta ishini menga yo'q deydigan qilib beramiz xudo xolasa. Inshaalloh yashang usta. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.